Assalomu alaykum aziz metal kanali kuzatuvchilari. Sizlarga navbatdagi ishlarimiz bilan tanishtiramiz. Bu mashinamiz shassi holatda kelgan. Chiroyli qilib bortlar yasab berganmiz. Bortimiz uzunligi 570, 245, enigi 235, 30 kubalik. Yonida eshiklarni qilib, chiroyli qilib berganmiz. Tash uchun mo'ljallab, korobkalarni berganmiz. Hozir qo'lgalik, bugunliklar oladi. Boshqa yuklar tashish uchun. Chorva mollarni ham tashish uchun. Mana bugunlik qo'ysa chorva mollarni tashish uchun ustiga tashish kerak, qo'lgalik bo'ladi. Dugalari o'zgacha. Dugalarni ham yangicha fasonda o'zgartirishlar qilib chiqarib berganmiz. Egalariga taklifdan berib topshirdi aka. Qalay chiqdi aka mashina? Mashina zo'r chiqdi, haqiqatda yoqdi. Kimga mana shunaqangi sifatli Isuzu yuk bortlarni qilish kerak bo'lsa